Annyeonghaseyo, yurabon barchaga assalomu alaykum. Bugun 4-darsimiz koreys tili alfabeti, ya'ni unli harflar. Ya'ni birinchi darsimizda qisqacha tushuncha berib o'tgandim. Unli harflar ikki turga bo'linadi. Asosiy unlilar va murakkab unlilar. Asosiy unlilarga bu yoqdagi 10 ta harf. Ya'ni bu oddiy unli. Murakkab unlini keyingi qismda tushuntirib o'taman. Bu yoqda 10 ta asosiy unlimiz A, Y, O, Y, O, Y, U, U, I harflar. Bunda ikkita O, ikkita Y bor va ikkita I harf bor. 10 ta asosiy unlida. O, Y, ya'ni mana bu tik O, Y'lar cho'ziq talaffuz qilinadi. O, Y'lar esa qisqa. Yotiq. O, Y'lar esa qisqa talaffuz qilinadi. Tik O, Y'lar esa cho'ziq. Yotiq harf, ya'ni O, Y'lar esa xuddi talaffuz qilganda O, Yo deb talaffuz qilinganda xuddi O tovushini beradi. Keyin ikkita I harf bor, bittasi xuddi rus tilida ikratka I harfday, ya'ni qattiq talaffuz qilinadi. Bu esa oddiy I'day yumshoq talaffuz qilinadi. 10 ta asosiy unliga bu lug'atlar. Buni daftaringizga yozib yodlab borasiz. Birinchisi nima deyilganda, ng harfi unlilar oldida kelganda to'ldiruvchi sifatida keladi, lekin o'qilmaydi. Buni o'qimagan holda birinchi harfimiz A, keyingisi ko'k harf, ya'ni ikki unli orasida kelganda G o'qiladi. Keyingi harfimiz mana bu I harf. Agi chaqaloq. Keyingi harfimiz qaysi harf ekan? Ya. Yana shu qoida ng harfi so'z boshida unlilar orasida kelganda to'ldiruvchi sifatida keladi, lekin o'qilmaydi. Keyingi harfimiz Ya. Undan keyingisi ko'k. Ikki unli orasida kelyapti. Bu yoqdan yozaman. Ya, G. Undan keyingi harfimiz qaysi ekan? U. Yaggu, beyzbol. Undan keyingi harfimiz tik O harfi. To'ldiruvchi sifatida kelyapti. Ng harfimiz o'qimaymiz, ng harfi. Undan keyingi harf O. Undan keyingisi M. Undan keyingi harfimiz yana tik O va N harfi va I. Omonni. Qolganlarini aytib o'tib ketaman. Yoja ayol, Oi bodring, Yori ovqat pishirish, Uyu sut, Hyuji salfetka, Imak musiqa, I tish. Lug'at daftaringizga yozayotganda iloji boricha o'qilishini yozmang. Chunki ertaga lug'atni oson yodlashingiz mumkin. Biror narsani tarjima qilganda yoki bironta so'zni ko'rganda harf yodingizda qolmaydi. O'qilishini yozish bu xato hisoblanadi. Iloji boricha mana shu holatda o'qib lug'atni yodlasangiz ham harflar ham lug'at yodingizda qoladi. Unli harflarga misollar. Yana Ai bola, Uyu sut. Bu hozir diftong, ya'ni murakkab unli. Va nega? Isa doktor. Eslab qolish uchun bir varaqni olib, lug'atni 4 tadan karischa, o'zbekcha yozib, o'zbekcha karischa yozib, so'z o'yinida qilib yodlasangiz esingizda ko'proq qoladi. Lekin o'qilishini yozish bu xato. Keyingisi diftongni tushuntirib boshlayman. Ya'ni murakkab unli. I qo'shilsa, ya'ni 10 ta
o'nta asosiy unli harfga i qo'shilsa y tovushini beradi va qanday o'zgarishlar bo'lishini keyingi sahifamizda ko'rib boramiz. Mana bu diftong ye, va, ve, vi, vo, ve, vi, harflari. Misol uchun, agar murakkab unlilarda ko'rinishini harflarini yodlagan bo'lsangiz, sizga qiyin bo'lmaydi. Misol uchun, mana bu harfimiz qanday hosil bo'lgan deyishingiz mumkin. A harfiga i harfi qo'shilyapti. I harfi qo'shilganda harfi hosil bo'lyapti. Ya'ni keyingisi yaga ya'ni bu harfimiz yaga qo'shilyapti i harfi. Y harfi. Keyingisi o harfiga qo'shilyapti i harfi. Harfi hosil bo'lyapti. Keyingisi yoga qo'shilyapti i harf. Y. Keyingisi yotig'oga qo'shilyapti a harfi. Va harfi hosil bo'lyapti. Keyingisi yotiq oga qo'shilyapti a, yana qo'shilyapti i harfi. V harf. Bu yoqdagi ham xuddi shunday. Oga qo'shilyapti i, uga qo'shilyapti o harf, oga qo'shilyapti tik o qo'shuv u harfi. Keyin u harfiga qo'shilyapti i harf vini hosil qilyapti. I harfiga qo'shilib oddiy i, u harfini hosil qiladi. Keyingisi ve, vo, keyingisi yotiq ve. Diftong xuddi shunaqa, ya'ni 10 ta asosiy unli harfni bir-biri bilan qo'shilishidan diftong, ya'ni murakkab unli hosil bo'lyapti. Buni qanday ajratib olamiz desangiz, so'z yodlaganda ajratib olish qiyin bo'lmaydi. Misol uchun, harfiga p nok, keyingisi o'qilishi mana shunaqa. P talaffuz qilasiz. Keyingisi hikoya. Yegi. Keyingisi ha, ne, san'at, yesul, keladi, va yo, nega, ve. Mana bular ne harflar, unli harflar oldida to'ldiruvchi sifatida kelyapti, lekin o'qilmaydi agar qoida esingizda bo'lsa. Chet davlat, Veyguk, keyingisi won, pul birligi, won. Ofisant, Veyto, keyingisi yuqori, vi, doktor Isa. Bug'uni yasashni o'rganamiz. Misol uchun, kyok harfiga qo'shilyapti
a harf. Undosh va unli. Qo'shamizda bo'g'in yasaymiz. Misol uchun ka, keyin misol yana tiget harfi qo'shuv a unli harf. Bu yoqda yo'q bu so'z. Da. Endi ikkoni birikib kada bormoq. Misol uchun so'zi kelib chiqadi. Keyingisi na nyon plus a harfi nani hosil qilyapti. Keyin m plus u harfi mu harfini hosil qilyapti. Endi bundan so'z yasasak namu daraxt so'zi hosil bo'lyapti. Misol mana bu ham sen tarjimani beradi. Ammo bu esa qisqa ka, ya'ni panmalda ishlatsa bor degan, ya'ni bor ket degan so'zni hosil qiladi. Mana mu esa turib so'zi. Turib ya'ni sabzavot. Oddiy so'zlar qo'shimcha saram, odam, hakyo, maktab, chingu, do'st. Hozir bu yoqda so'zda o'qilishi yozilgan. Yozayotgan paytingizda yoki takrorlayotgan paytingizda daftarga tushirganingizda to yodlaguningizgacha o'qilishini yozib yoki yodlab bo'lganingizdan keyin iloji boricha buni yozmang. Yana bu yerda oddiy so'zlar, ya'ni qo'shimcha so'zlar berib borilyapti. Chunki bu mavzudan keyin grammatikani tushuntirib boshlayman. Tushuntirganimda baribir so'z boyligingiz kerak bo'ladi. Shunga lug'at ko'proq berib yozib o'tib ketyapman. Keyingisi eng muhimi salomlashish va kundalik gaplar. Annyeonghaseyo salom, assalomu alaykum. Keyingisi rahmat, kamsahamnida. Buni har xil turi bor. Qisqa aytiladigani, ya'ni rasmiy. Keyingisi kechirasiz. Chisongamnida. Kechirasiz. Keyingisi ham uyga vazifa, ham o'yin tarzida harflarni esda qolish uchun o'yin tayyorladim. Buni o'zingiz uyda bajarib ko'rasiz. Ya'ni secret kod, maxfiy kod, harflar topib so'z yechish. Misol uchun birinchi harf kyo, keyin qo'shilyapti unga a harf qaysi bo'g'inni hosil qiladi? Keyingisi nyon harfidan keyingisi yotug'o qaysi bo'g'inni hosil qiladi? Bundan bu bo'g'inlardan qanday so'z yasasa bo'ladi? O'shani uyga bajarib ko'rasiz. Keyingisi bomba o'yini. Bu yoqda misol uchun so'z berilgan tepadagi o'yin bilan bog'liq, ya'ni lekin bunda bo'g'inni tez o'qiysiz. Agar misol uchun kani bilib, nani bilib, undan keyin da harfini bilmay qotib qolsangiz, 3 soniyada topa olmasangiz, bomba portlab siz yutqazasiz. Ya'ni ka, nadara, rada, naka, nadara. Misol uchun tez-tez aytasiz, esingizda qolish uchun bu harfni, ya'ni bo'g'inlarni, harflarni, undan so'z yasashni o'rganganingiz ertaga grammatikaga so'z boylik kerak bo'ladi. O'qish qismida o'qishda qiynalmaysiz, harfni tez ajratib olasiz. Shunda bu sizga plus.